Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, ishtirokchilari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsizlar. Mana ozmuncha bir tanaffusdan keyin yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Avvalambor mana shu bizni darslarimizni tinglab, mana shu boshqa insonlarga yetkazib tarqatayotganlaringga sizlarga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Kanalimizni rivojlanishligi uchun mana shu ko'proq insonlarni shu kanalga jalb qilib, podpiska qilib, a'zo bo'lib, layk bosib, shu yaqindan kanalni rivoji uchun o'z hissalaringni qo'shishlaringni so'rab qolaman. Bugungi temamiz mana shu asalarilarning xatti-harakati va sezgi organlari to'g'risida suhbat olib boramiz. Asalarilarning murakkab harakatida uning refleksi va instinkti kabi asosiy turlarda o'zaro bir-biridan rangi bilan, fotoreflekslari bilan farq qiladi. Ya'ni bu yerda refleks so'zini bir ma'nosini tushunib oladigan bo'lsak, refleks so'zi bu lotincha aks etish, qayd etish so'zidan olingan bo'lib, har bir organizmda o'sha tashqi ta'sirlarga o'zini javob reaksiyasi ana shu refleks deyiladi. Chunki bu insonlarda biz o'zimizda ham bor, har bitta boshqa organizmlarda ham bor. Mana shunaqangi tashqi ta'sirlarga refleks tarzda javob qaytarish funksiyasi har bir organizmda mavjud. Mana o'sha tashqi ta'sirlarga javob beradigan reaksiyalarga refleks deyiladi. Reflekslar endi ikki xil bo'ladi. Bu o'sha shartsiz va shartli ravishda yaratilgan shunaqangi reflekslar bo'ladi. Ulardan birinchisi mana shartsiz refleks. Bu o'sha hayvonlarda mana tashqi sharoitga ta'sir natijasida hosil bo'lgan tug'ma, ya'ni tabiiy holga kirib, shunday o'z-o'zidan tabiiy holatda tug'ilgan shu refleksga shartsiz refleks deyiladi. Ya'ni bunda qanday, misol mana bir tug'ilgan bir hayvonni bolasini birov o'rgatmasa ham, u hayvon o'z-o'zidan barashi, baqirishi yoki bir yorug'likni sezganda undan ta'sirlanishi yoki o'zini onasini birov o'rgatmasa ham borib emaklab emib o'sha onasini emish funksiyalari, mana shunaqangi shartsiz bo'lgan, birov o'rgatmasa ham o'z-o'zidan o'sha hayvonlarda bajaradigan funksiyasiga shartsiz refleks deyiladi. Endi asalarilarda ham xuddi shunaqangi shartsiz reflekslar bor. Bu qanaqangi? Mana misol uchun asalarilarda o'sha yashigini, uyasini borib chertgan paytimizda birdaniga guvillagan shunaqangi bir tashqi ta'sirchanlik hissini sezuvchi shu guvillagan ovoz eshitiladi. Yoki bo'lmasa bir ter hidi yoki boshqa hidli narsalarni asalarilarni oldiga chachib shunaqangi hidli narsalar bilan borgan taqdirimizda asalarilar bizga agressiv, tashlangan holatda harakat qiladi. Bularda bu shartsiz shunaqangi refleks rivojlanganki, shunaqangi hidli narsalarga o'z-o'zidan agressiv ta'sir ostida harakat qilishligiga o'z-o'zidan shartsiz ravishda birov o'rgatmasa ham shunday tashlanganlik shartsiz shunaqangi reflekslarni kuzatishimiz mumkin. Endi mana shu asalarilar tabiatda o'sha turda mana shunga shartsiz reflekslar saqlanib qolishligi uchun nihoyatda katta rol o'ynab bergan. Chunki o'sha bularga o'sha juda ko'p turlarda mana tepada aytilgan narsalarda birov o'rgatmagan taqdirda ham asallarda shartsiz reflekslar o'z-o'zidan saqlanib qolgan. Bu avloddan avlodga o'sha gendan genga o'tib saqlanib kelgan. Mana shu bosqichda bir necha yillar evolyutsiya davrida o'sha boshidan kechirganligi va o'sha asalarilarda genida saqlanib qolganligi oqibatida mana shunaqangi
shartsiz reflekslar hosil bo'lgan. Endi bundan tashqari yana shartli reflekslar bor. Bular o'sha hayvonlarda va hasharotlarda ham, hamma organizmlarda ham shunaqangi shartli reflekslar hayoti mobaynida yuzaga keladigan reflekslarga bu o'sha shartli reflekslar deyiladi. Mana bunda o'sha mana bu rasmda mana kompyuterda sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu rasmda mana kompyuterimizdan ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu joyda mana asalarilarda asosiy xatti harakatida ishtirok etadigan bir funksiyalarda mana shu joylardan sizlarga ko'rsatib o'tishim mumkin. Xatti harakatda mana asosiy rol o'ynaydigan ko'zlari, misol mana mo'ylovlari, mana bu oyoqlari, panjalari, mana orqa tomondagi oyoqlari, mana shu hamma a'zolari o'sha xatti harakatni sezuvchanlik asnosida ishtirok etadi. Endi bu yerda mana shartli reflekslarda hosil bo'lganligini aniqlash uchun asalarilarda ko'proq Pavlov degan olim nihoyatda ko'p tajriba o'tkazgan, bir qator o'sha tadqiqotlar natijasida shunday oziq manbaini, ularni rangini va hidini o'rtasidagi shunaqangi bir tajriba tarzida ko'k va sariq kvadratlarga oziq moddalarni joylashtirilgan. Ya'ni o'sha ko'k sariq bo'lgan kvadrat joyiga shu dalani bir kvadrat joyiga oziq moddasini joylashtirganda asalarilar tezda topib borgan o'sha joyda va o'sha rangiga qarab turib o'sha oziq moddani joylashganligini keyinchalik o'sha joyda oziq bo'lmagan taqdirda ham o'sha kvadratga, o'sha rangga asalarilar uchib borganligi aniqlangan. Bundan bilishimiz mumkinki, demak bularda o'sha shartli refleksni hosil qilish mumkin. O'sha rangni hosil qilganligi oqibatida mana shu shartli refleks mana o'sha ko'k va sariq kvadratni hosil qilinyapti shartli tarzda, mana shu joyga asalarilar uchib boryapti keyinchalik. Bundan bilishimiz mumkinki, demak bu asalarilarda hayotida shartli reflekslarni ham hosil qilsa bo'lar ekan. Endi mana shu asalarilarda birorta xushbo'y hidli bor oziq moddani bilan oziqlantirilganda, xushbo'y ozuqa bilan, ya'ni misol mana birorta o'simlikdan keladigan nektar bilan oziqlantirganimizda oldinda asalarilar keyinchalik u yerdan uchib chiqib mana shu ozuqani hididan borib topib o'sha ozuqani topganligi aniqlangan. Demak, bundan bilishimiz mumkinki, asalarilarga o'sha birorta xushbo'y hidli oziq moddalarni bergan taqdirimizda bular o'sha tabiatdan o'sha hidi orqali topib borishlikligi aniqlangan. Endi nektarni misol qaysi vaqtda ajralishini, qaysi o'simlikdan qaysi paytda nektarlar ajralishini, mana shunaqangi bir holatlarda asalarilar o'zlari topib borishlikligi uchun nihoyatda mana shunaqangi bir o'zlashtirish, tashqi reaksiyalarga moslashish va katta o'sha bir imkoniyatlardan foydalanish mana shu hayotiy tajribasi davomida shartli reflekslardan foydalangan holatda zararlar harakatlanadigan bo'lar ekan. Sababi misol mana bir shartli mana bir siz bir asalarilarni har yili bitta o'simlik turiga olib borib qo'yasiz. O'sha joyda siz o'shandan nektar to'plashga jalb qilasiz asalarilarni. Mana shu joyga o'rgangan asalarilar keyinchalik o'sha avlod bir evolyutsiyasida o'sha joydagi mahalliy asalarilarda o'sha nektarni qaysi paytda gullashi, qaysi paytda nektar ajrab chiqishi, mana shu hammasi bu asalarilarda shartli ravishda saqlanib qoladi. Bularni o'sha miyasida saqlanib qolgan bo'ladi. Keyinchalik ham o'sha florani
qaysi paytda nektar ajratishini, qaysi paytda shu o'sha gullash davrini hammasini soatlarigacha shunday bir tarzda asalarilar o'zlashtirib o'ziga zapis qilib miyasiga yozib olishligi mumkin. Bu o'sha gullash davrini, mana nektar ajratish davrini biologik jihatdan o'sha turga mos muhim bo'lgan faktor deb ham atashimiz mumkin. Chunki ba'zi bir shunaqangi turlar boshqa o'simliklardan nektarni yig'ib olishga moslashgan bo'lsa, ba'zi bir o'simliklardan yaxshi nektar yig'ib olishga moslashmagan. Chunki bularda o'sha genida eskitdan evolyutsiya davrida o'sha joyda yashab o'tmaganligi, o'sha nektarni ular o'sha evolyutsiya asalarilar yashagan joyda o'sha o'simlik turlari bo'lmaganligi, shu o'simlik turlarini ularni hayoti davrida qatnashmaganligi shularni keyinchalik mana shu instinktda mana shunaqangi bu narsalar ularga bevosita ta'sir qilgan va miyasida saqlanib qolmaganligi uchun u boshqa o'simlik turidan nektar yig'ish paytida bularga oqsoqlik yuzaga kelishligi mumkin bo'lgan. Mana shunaqangi nektardan yig'ishga bo'lgan va qaysi paytda gullashini bilgan shunaqangi turlarga tur asalarilar o'sha nektardan tezli ravishda yig'ib oladi nektarni va aktiv ishtirok etadi va o'sha vaqtdan unumli foydalanadi va o'sha asalarilarda turlari nihoyatda tez nektarni o'zlashtirib topadi hididan va tezda toshib uyasiga olib kelishligi aniqlangan. Mana shu bundan tashqari asalarilarni taxminiy uchish vaqtida uyasini joylashuvi, uning atrofidagi predmetlar joylashuvi, ularni fotorasmlari, ranglari va nektarni guldan gulga borib keladigan yo'llarni masofasi, hammasini asalarilar o'zlari eslab qoladi. Ular o'sha keladigan, boradigan yo'llarini hammasiga yo'ldagi hamma o'simlik-yu, boshqa-yu, predmetlar-u hamma narsalarga belgi qo'yib, foto tasvirini miyasiga joylab ketadi. Va qaytishda xuddi o'sha miyasiga joylagan fotoreseptorlar orqali qaytib keladi. Mana shu narsalarda ular o'sha tashqi xatti harakatida o'zaro mana shu tashqi muhit bilan uzviy bog'liqlanganligi, predmetlar bilan bog'liqlanganligi, pasekalarda misol har xil o'simliklarni nektarini olingan asallarni berganimizda ularni tabiatdan shu o'simlik nektarini axtarib topganligini, mana aniqlaganligini aytib o'tib ketdik. Yana pasekalarni har xil rangga bo'yash, mana ranglarni misol mana har xil yashilni misol yashillarimizni har xil rangga bo'yaganimizda asalarilarda o'zini uyasini tezda topib kelganligini aniqlangan. Ular o'sha tez topishiga o'sha uyani ranglarini o'zgarganligi nihoyatda katta yordam bergan. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Endi mana instinkt degan narsa bor. Bu asalarilarda ular mana o'sha hayvon boshqa hamma organizmlarda instinkt bo'ladi. Bu instinkt xatti harakatning murakkab tug'ma formasi hisoblanadi. Endi bular instinktda avvaldan o'rgatilgan hayotiy tajriba faktorlari bularda hech qanaqangi bo'lmaydi. Ular o'sha instinktiv rivojlangan o'sha o'z har bitta organizmda har bitta hayvonu hasharotu mavjudotu hammasida bo'ladi. Ular jumladan asalarilarda ham shunaqangi in ko'rish instinkti, asalarilarni mana indan birov o'rgatmagan taqdirda ham o'zlari yangi tug'ilgan o'sha ishchi arilar ishchi holatiga o'tgandan keyin avtomatik ravishda in ko'rish holatiga o'tadi. Ularga birov o'rgatmaydi, ularning tabiiy instinktida o'zini avlod ajdoddan qolgan shunaqangi instinkt saqlanib qolgan. Birov o'rgatmasa ham o'zlaridan o'zlari in ko'rishni boshlayveradi. Bular
qirrasini to'g'rilab chiroyli qilib qurishni boshlaydi. Endi bundan tashqari bahorda mana erkak-yari bo'lmaydi. U yerda erkak-yari bo'lmagan taqdirda ham ular o'sha erkak-yariga harakat qilib, erkak-yarining yacheykasi bilamiz. Oddiy ishcharining yacheykasidan kattaroq bo'ladi. Mana shu yacheykalarni ham o'z navbatida asalarilar sekin-asta topib, mana shu kattalashtirib, erkak-yarining yacheykasini sekin-asta qurishga tushadi. Bundan bilishimiz mumkinki, bularda instinktida o'shanaqangi saqlanib qolgan funksiyalar borki, demak, borgan sari o'sha instinktida saqlanib qolgan narsalarni hammasini yuzaga chiqaradi. Bundan mana yana bir instinkt rivojlangan asalarilarda oziq yig'ish, nektar, gulchang, uyalarga toshish, o'z navbatida bu o'sha tabiiy instinkt bo'ladi. Bularda nihoyatda ortiqcha kerak bo'lmagan taqdirda ham uyaga toshib olib kelishligi kuzatilgan. Mana asalda misol nektarni ular uyaga toshib olib kelgan taqdirda tabiatda qancha nektar bo'lsa shuncha hammasini uyaga toshib olib kelishga harakat qiladi. O'zlarini ehtiyojidan ortiqcha bo'lgan taqdirda ham uyaga toshib olib kelaveradi. Ulardan ko'rinib turibdiki, bularda o'sha mana bu bajarayotgan ishlari oqilona, ongli ravishda emasligi va ongsiz instinktiv ekanligi ko'rinib turibdi. Asalarilarda shunaqangi ongsiz instinkt rivojlangan, bu tabiiy ravishda mana o'sha nektarni asalga aylantirib, siz bilan bizga asal holatiga aylantirib olib o'tishi, bu ham o'sha tabiiy o'sha instinktga kiradi. O'sha instinkt rivojlanganligi oqibatida juda ko'p asal to'plab, siz bilan bizga bilmagan holatda bular nihoyatda bir shifobaxsh bo'lgan asalni Allohim bergan mana shu instinkt orqali siz bilan bizga mana shu ko'p to'plaganligi oqibatida siz bilan biz shundan foydalanib, siz bilan biz shundan manfaatdor bo'lib qolamiz. Mana shu asallarni mana shu tabiiy ravishdagi instinkti siz bilan bizga bo'lgan nihoyatda bir Allohning bergan bir ne'mati hisoblanadi. Yana bir instinktlardan biri urg'ochi asalarilarni tarbiyalash. Chunki misol mana ko'rishimiz mumkin, agar uyada o'z-o'zidan ona ari yo'qoladigan bo'lsa, mana qo'qqisdan, beqosdan ona ari yo'qoldi deylik. Yo'qolgan taqdirda asalarilar nima qiladi? O'z-o'zidan o'sha uyadagi o'sha ona ari qo'yib ketgan tuxumdagi lichinkadan yangitdan ona arini rivojlantirishga, chiqarishga harakat qilishadi. Bu bilan nimani bilishimiz mumkin? Ularga birov o'rgatgan yo'q. Ona qilib chiqarasan ona arini, ona qilib chiqarasan. Mana lichinkadan tayyorlaysan. Unda g'umbay yasaysan. Bunaqa ona ariga g'umbay qilib, shunga mana lichinkani katta qilasan, buna qilasan deb birov o'rgatmaydi ularga. Lekin shunday bo'lsa ham ular shu tabiiy instinkt rivojlanganligi oqibatida yangi ona chiqarishga, avlodda saqlanib qolishligi uchun mana shu boshqatdan mana shu moslashuvchanlik belgisi borligi, avlodda saqlanib qolishligi uchun mana shunaqangi bir tabiiy instinkt rivojlanganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bulardan tashqari mana shu ulardagi mana instinktni ongsiz ekanligini yana bir bilishimiz bo'lgan bir narsa, agar uyada urug' qolmagan taqdirda ham mana ona ari uchigani chiqib ketib qaytib kelmadi deylik, uyada urug' qolmadi. Endi boshqatdan yangi ona chiqarishga yana harakat qilishadi. Bunda endi tuxum yo'q, urug' yo'q. O'zlari boshqatdan urug'lanmagan tuxum qo'yib turib, shu urug'lanmagan tuxumdan yana boshqatdan ona chiqarishga harakat qilishligi ham kuzatilgan. Bu urug'lanmagan urug'dan, shunaqangi tuxumdan ona ari chiqmaydigan bo'lsa ham, bular bilmagan o'sha taqdirda ham chiqishligini mana shunaqangi ongsiz ravishda ona ari chiqarishga harakat qilishligi kuzatilgan. Bundan bilishligimiz mumkinki, bularda o'sha instinktiv ongsiz ekanligini kuzatishimiz mumkin.
Demak, bularda ongli ravishda ketmaydi asalarilarda, ongsiz ravishda shunaqangi instinktiv rivojlangan bo'ladi. Yana bir instinktiv bularda mana bahor faslida, har bahor faslida ko'payishlik instinkti rivojlangan. O'z-o'zidan xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha ko'payishlik instinkti ro'yga bo'linish, ko'chga bo'linish va urg'ochi yangi ona arilarni paydo qilishlikligi uyalarda. Shu urg'ochi arilarni yangitdan yaratib, yangitdan chiqqan urg'ochi arilar o'sha erkak bilan uchib kelib urug'langan va urug'lanmagan tuxumlarni qo'yishlikligi va bundan tashqari ikkinchi xili mana ro'y holatiga o'tishi, yangi oila tashkil qilishga bo'lgan instinktiv mana shunaqangi holatlar mana shu ikkala instinktda kuzatilishligi mumkin. Mana shunaqangi narsalarga shu ikkita shu faktorlar javob beradi. Ya'ni kim ko'payishlik instinkti va ro'y holatidagi mana shu bo'lgan instinktlar. Endi biz mana shu eski ona arini bu ro'y holatiga o'tganda qanday bo'ladi? Misol mana eski ona ari bir to'p arilar bilan uyadan uchib chiqadi va yangi onaga eski uyani tashlab ketadi. Bundan bilishligimiz mumkinki, eski ona yangi onaga o'sha eski uyasini berib ketyapti. Va bu yerda o'sha yangi onaga sharoit yaratib berib ketyapti. Yangi onani tezroq o'sha joyga moslashuvchanligini va o'sha joyga shu eski o'zini arilari bilan chiqishganligini, yosh ona ari tezda o'sha eski oilada rivojlanib ketishlikligi uchun mana shu yangi onaga sharoit yaratib berib, o'zi boshqa yangi joyga ko'chib ketayotganligini mana shu joyda kuzatishimiz mumkin. Bu ham o'sha azalarlarda tabiiy instinkt, o'sha ko'payishga bo'lgan instinktlardan biri hisoblanadi. Endi yosh ona arini oziq yetishmasligidan nobud bo'lishligi ham mumkin. Mana shunaqangi holatlar ham kuzatilgan. Chunki hali opit yo'q. Yangi ona arida uyaga toshib keltirilayotgan zapaslarni hisobini olmasdan ko'proq tuxum qo'yib yuboradi. Kundan chiqqan arilar ko'proq oziqani yeb qo'yadi. Uyada oziqa qolmasdan keyinchalik oila parokandalikka yuz tutib nobud bo'lishligi ham mumkin bo'lgan holatlar kuzatiladi. Mana shunaqangi holatlarda shu oilani yosh o'sha ona arilarda hali o'sha to'liq tushunib yetmaslikligi, mana shunaqangi holatlarda ularda yetarli darajada instinkt o'sha rivojlanmasligini ham mana shu bir maqsadga muvofiq bo'lmagan holat harakatini ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu instinktiv o'sha yondashuvlar asalarilarni oilasida ikki xil fazada kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, o'sha ongsiz ravishda bo'lganligi uchun instinktda mana shunaqangi parokandalikka yuz tutishligi ham mumkin. Mana shunaqangi holatlarni mana kuzatganimizdan yana bir instinkt bo'lgan narsalardan biri asalarilarda oziq joylashgan joyda topib kelganda mana uyaga toshib yangi nektar joylashgan joyni topib keldi deylik. Shunda u asalarilar raqsga tushib, o'yinga tushib, o'zini o'sha oziqani topib kelgan koordinatalarini o'yin shaklida raqsga tushib tushuntirib beradi. Oziqa joylashgan joyda bu o'sha lipillama yoki aylanma harakatlar bilan, lipillama, aylanma harakatlar bilan mana shunaqangi o'sha uyaga kelgandan keyin oziq joylashgan joyda koordinatalarini raqsga tushib aylanma harakatlar bilan to'liq tushuntirib berishga harakat qiladi. Buni orqasidan o'sha asalarilar hayajonlanadi, o'sha oziqa bor joyni topishga harakat qiladi va orqasidan o'sha asalari qilgan harakatlarni takrorlaydi va uyadan chiqib ketadi. O'sha oziqa bor joyda oqtarib topadi. Mana shunaqangi instinktiv narsalarda, harakatlarda
yordamida bu ifoda etish, bu instinktiv formani instinktiv bir forma deb atashimiz mumkin. Chunki o'sha har bir instinktiv yondashuvga bo'lgan to'g'ridan to'g'ri ta'sirchanlik bu o'sha instinktiv formaga deb atashimizga asos bo'ladi. Endi mana shu lipillama aylanma harakatda ana tekshirilganda nektarlarda gulchan yig'ishga boshqa asalarilarni safarbar qilyapti-da, shu mana uyaga kelib boshqa asalarilar hali bilmaydi o'sha joy. O'shalarga bevosita o'sha nektar joylashgan joyga borishlikka safarbar qilyapti qolgan asalarilarda. O'zini o'sha og'ayni asalarilarni hammasini o'sha joyga borib gulchan yoki o'sha nektar yig'ib kelishligi uchun safarbar qilib mana shunaqa o'yin shaklida ko'rsatib beryapti. Mana shu bularda tabiiy rivojlangan instinkt hisoblanadi. O'sha instinktni formasi hisoblanar ekan. Endi mana shu lipillama aylanma harakatlarda agar pastga, chapga, o'ngga qiyalab bir mana shunaqangi qiyalagan tarzda asalarilar bir o'yinga tushib 8 ravishda aylanma hosil qilib va to'g'ridan to'g'ri yugurib va qaytib kelib aylanma harakat va yana yugurib bu tomonga harakat qilib o'ng tomonga yo chap tomonga qiyalab harakat qilishligi bu o'sha shunday belgini bir ko'rsatadiki, quyoshdan o'sha oziqa chapda joylashganligi yoki o'sha quyoshdan oziqa o'ng tomonda joylashganligini mana shunaqangi o'yinga tushish formalari orqali tushuntirib koordinatalarigacha tasvirlab berishga harakat qiladi. Mana shunaqangi narsalarni agar kuzatib turadigan bo'lsangiz, asalarilarni oilasida shunaqangi o'yinchi arilar paydo bo'lganligini bilishligingiz mumkin. Agar asalarilarni yangi joyga olib borib ko'chirib qo'yib, ertangi kuni ochib tomosha qilib turadigan bo'lsangiz, mana shunaqangi o'yinga tushadigan asalarilar oilada ko'payib ketadi. Sababi ular har xil joydan har xil nektar, har xil gulchangni bazasini topib kelgandan keyin o'sha koordinatalarni boshqa asalarilarga tushuntirayotgan bo'ladi. O'sha joyni shunaqangi bir tarzda tasvirlab berayotgan bo'ladi. Mana shunaqangi o'yinlarni ochib tomosha qilib kuzatib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu agar o'sha joyda mana bir necha kun endi qolgan asalarilar ham bildi o'yindan, o'sha joyni topib bordi koordinatalarni, nektarni o'zlashtirdi, uyaga toshib olib kelishdi. Endi u yerda nektar qolmagandan keyin shu Charles Darwin shunaqangi bir tadqiqot o'tkazganki, agar bular qani nima qilar ekan, agar o'sha joyda nektar qolmagandan keyin nima qilar ekan deb asalarilarga belgi qo'yib, o'sha joyga qatnagan, o'sha koordinatga qatnagan asalarilarga belgi qo'ygan. Va kuzatganda keyinchalik o'sha joyda nektar qolmagandan keyin o'sha joydan uchib kelgan asalarilar o'yinga tushish holatini to'xtatgan. To'xtatgandan keyin o'z-o'zidan boshqa asalarilar u joyga qatnamay qo'ygan va o'z-o'zidan harakat o'sha formasi to'xtagan. Mana shundan bilishligimiz mumkinki, demak bularda o'sha o'yini ham asalarilarda tabiiy instinktga bo'lgan bir moyillik hisoblanar ekan. Endi bundan tashqari mana nasldan naslga o'shanaqangi instinktlar hammasini o'tib borishligini mana shu Charles Darwin aniqlab o'tgan. Endi mana qo'lga o'rgatilgan hayvonlarni aytadigan bo'lsak, mana qo'lga o'rgatilgan hayvonlar, zooparklardagi hayvonlarni mana shunaqangi bularda tabiiy instinkti yo'qolib borishligini o'sha Charles Darwin misol tarzida ko'rsatib o'tib ketgan. Sababi ular o'sha uy hayvonlarini ba'zi bir instinktlari yo'qolib ketishligi, o'sha zooparkga o'rgatilgan hayvonlarda ham ba'zi bir instinktlarni yo'qotib, ba'zi bir odat va instinktlar paydo bo'lganligini aniqlagan. Bundan bilishligimiz mumkinki, o'sha hayvonlarda, hasharotlarda, boshqa organizmlarda demak o'sha joyi, yashash joyi, hayot tarzi, evolyutsiyasi o'sha bir joyi o'zgargandan keyin o'z-o'zidan tabiiy tanlash bo'lib, odat va o'sha instinktlar ham o'z-o'zidan o'zgarib turganligi, o'zgarganligi aniqlangan.
Endi bu asalarilarda ham o'z navbatida shunaqangi o'zgaruvchanlik bilan farq qilib turar ekan. Ya'ni oilada misol mana bir xilgi turlarda ko'proq asal to'playdigan turi bo'lsa, asalarilar misol mana karpatni bir xilgi turlari yaxshi asal to'playdi, lekin bir xilgi turlari yaxshi asal to'plamaydi. Italiya asalarilarida ham bir xilgi asalarilar turlari, bir xilgisi yaxshi asal to'plasa, bir xilgisi yaxshi asal to'planmaydi. Yana bundan tashqari bir xilgi oilalarda ko'proq propolis to'playdi. Bir xilgisi ko'proq gulchang to'plashga harakat qiladi. Yoki bir xilgisi yangi ro'yga ko'proq moyilligi bo'lsa, bir xilgi turlarda unaqangi ro'ylanish degan narsa bo'lmaydi. Mana shunaqangi asalarilar turlarida mana shunaqangi instinktida o'z-o'zidan o'zgaruvchanlik borligini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi bir xilgi oilalarda agressivlik, qarshilik, tajovuzkorlik bo'ladigan bo'lsa, bir xilgi oilalar shunaqangi bir turlarda, oilalarning turlarida o'z-o'zidan yuvosh, nihoyatda tegsizdan borib yashigini ochib uvuqsiz ham siz bilan ishi bo'lmasligi shunaqangi bir tur oilalarda kuzatiladi. Ana shundan bilishingiz mumkinki, demak bu asalarilarda yashash tarzidan kelib chiqib, ana shu turlarda o'zaro instinkt ham har xil bo'lishligini isbotlangan. Shuni alohida bir instinktlar borasida shu narsalarni aytishimiz mumkinki, bu o'sha ota-onasidan nasldan naslga beriladigan bir katta forma hisoblanar ekan. Demak, ularda o'sha hayot mobaynida o'rganish va tajriba elementlari rivojlanib o'sib borganligi oqibatida mana shu evolyutsiya davrida bularda shu belgilar saqlanib qolgan bo'ladi. Shuning uchun biz o'sha turdan foydalanayotgan paytimizda mana shunaqangi instinkt tarzidagi bo'lgan omillarga alohida e'tibor berib, mana shu narsalardan foydalanadigan bo'lsak, mana shu turlarda qaysi biri agressiv, qaysi biri agressiv emas, qaysi biri asalni yaxshi to'playdi, qaysi biri gulchangga yaxshi qatnaydi, qaysi biri nektarni tez axtarib topadi. Mana shunaqangi turlardan foydalanib asalari boqadigan bo'lsak, siz bilan bizni asalarichiligimizda ko'proq mana shu shartlar, mana shu instinktlar siz bilan bizga foyda berar ekan. Shuni bilishligimiz kerak bo'lar ekan. Endi bundan tashqari asalarilarning sezgi organlarida nihoyatda barcha ishlarni bajarishlik uchun avvalambor sezgi organlari nihoyatda katta rol o'ynaydilar ekan. Endi o'sha sezgi organlarida mana hozirgi mana rasmda aytib ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsam, mana bu rasmda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana asalarilarda ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, mana shu belgilari nihoyatda bir katta rol o'ynaydigan jarayonlardan, sezgi organlari ichida bir jarayonlardan hisoblanar ekan. Chunki ko'rish qobiliyati, hid bilish qobiliyati, ta'm bilish qobiliyati, mana shu organlar bu asalarilarda nihoyatda yaxshi rivojlangan va nihoyatda keng o'rganilgan. Endi shulardan birini bilishligimiz keladigan bo'lgan narsa bu asalarilarda asosiy ikkita murakkab ko'zi. Mana shu ikkita murakkab ko'zi asosiy bu asalarilarda nihoyatda katta rol o'ynab beradi. Yosh asalarilar uyadan chiqqandan keyin bundan tashqari mana kallasining tepa qismida 3 ta oddiy ko'zlari ham bor. Ular ham nihoyatda rol o'ynab beradi hayot tarzida. Mana shunaqangi xatti harakatida sezgi organlarida nihoyatda katta rol o'ynab beradi. Endi bulardan tashqari mana ko'zi juda murakkab tuzilgan. Bu o'sha ko'zni mana ichki qismida fasetkalardan iborat. Bu o'sha fasetkalarning ichida o'z-o'zidan asalarilarda shu buyumlarni va boshqa bir narsalarni ko'rgan paytda asalari nuqta tarzidagi mozaika shaklida ko'rar ekan. Oddiy holatda ko'rmaydi, siz bilan biz inson ko'ziga o'xshagan oddiy holatda ko'rmaydi. Bular bir narsani nuqtali tarzdagi mozaika shaklida ko'radi. Endi shu tasvirlarni tezroq qabul qiladi. Endi bular asalarilar
o'z navbatida bularning ko'zi harakatda bo'lib turgan narsani, harakatda bo'lib turgan bir predmetni nihoyatda tez anglab oladi, tez harakat qiladi. Shunga agressiv tashlanish nimasini, reaksiyasini bildiradi. Shuning uchun asalarilarning uyasini atrofida yurgan paytimizda tez harakat qilib bo'lmaydi. Qaltis harakat qilib bo'lmaydi. O'sha tez qaltis harakat qildingmi, bular o'sha tez qaltis harakat qilgan narsani nihoyatda tez anglab oladi va shunga javobni tezroq qaytarishga shu xavf, o'zlariga xavf sifatida ko'radi bular. O'sha tezroq bo'lgan harakat bularga o'zlariga qarshi xavf sifatida ko'radi va o'sha predmetni, tezroq harakat qilayotgan predmetga tashlanishga harakat qiladi. Shuning uchun paseykani yonida yurgan paytimizda nihoyatda tinch holatda harakat qilishimiz kerak, qaltis harakatlar qilmasligimiz kerak. Mana shu narsalarga alohida e'tibor berishligimiz kerak. Ba'zi ranglarda endi asalarilar bir xil rangda o'zlashtirsa, ba'zi bir ranglarda ko'rmaydi yoki bir xil rangda o'zlashtirmaydi. Bundan mana bilishimiz mumkinki, bir xilgi ranglarda asalarilar ajrata oladi, lekin bir xilgi ranglarda ajrata olmaydi. Ulardan misol mana sariq, ko'k, oq, mana shunaqangi ranglarda yaxshi ajrata oladi. Lekin qizil rangda va qora rangda bir-biri bilan chachishtirib yuboradi, almashtirib yuboradi. Shuning uchun qizil rangda qora va qo'ng'ir rangda ko'rishligi mumkin. Qora rangda qizil rangga o'xshagan qo'ng'ir rangda ko'rishligi mumkin. Aksincha mana shunaqangi bir chalkashtirilish yuzaga keladi asalarilarda. Bundan tashqari asalarilar o'sha mana bu rasmdan mana ko'rishingiz mumkinki, amaliy asalarichilikda siz bilan biz o'sha ko'rish idrogini xususiyatlarini nihoyatda hisobga olishligimiz kerak bo'lar ekan. Ular o'sha ultrabinafsha nurlarda nihoyatda ranglarni yaxshi ajrata oladi. Tepadan kelayotgan, quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlar borku, shularni nihoyatda yaxshi ajrata oladi. Bundan tashqari o'sha uyasini tez topib kelishligi uchun asalarilarni yashiklarini har xil rangga bo'yashligimiz nihoyatda katta e'tiborga molik bo'lgan jihat. Shundan biz qaysi rangga bo'yashimiz kerak? Asosan mana tepada aytib o'tdik, sariq, qora rang, oqqa yoki ko'kka, mana shu to'rt xil rangga bo'yagan taqdirimizda asalarilar shu ranglarni yaxshi ajrata oladi. Mana shu ranglarga bo'yash asalarilarni, yashiklarini bemalol tavsiya qilinadi. Endi boshqa qizil, boshqa har xil ranglarga bo'yalgan taqdirda ular o'sha bu ranglarni ko'rmaydi, ajratish funksiyasi adashtirib yuboradi boshqa rang bilan. Shuning uchun shu mana shu aytilgan ranglarga bo'yashligimiz kerak bo'ladi. Shu tegishli ranglarga bo'yagan taqdirimizda, misol mana nukleusga ajratilgan yashiklarni onarilarni solganingizdan keyin endi shundan onari shu yashikdan uchib chiqib, urchigani chiqishligi uchun shu yashikni rangini o'sha sariq, ko'kka, oqqa bo'yab qo'yadigan bo'lsangiz, o'shandan onari adashmasdan tezda uchib o'zini uyasiga tezda qaytib kelganligi aniqlangan. Va uchish prosenti ham nihoyatda katta bo'lgan. Mana shu bo'yalgan yashiklarda uchish funksiyalari ham nihoyatda yaxshi bo'lgan. Shuning uchun mana shunaqangi o'zlashtirilgan mana shu ranglarga nihoyatda katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ehtimoliy mana shu asalarilarda gul shaklidagi bo'lgan buyumlarni tez ajrata olganligi aniqlangan. Ulardan endi mana gul shakliga o'xshab bir ranglarni berib qo'yishligimiz, misol bir xil rangda bo'yagan bo'lsangiz ham shu uyani litoylarini oldini bir gul shakliga o'xshagan bir chiroyli sariq, ko'k yoki oq, mana shunaqangi ranglarga, bir gulni sifatiga o'xshagan ranglarga tasvirlab qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu uylarni tezroq topib kelar ekan, tezroq o'zlashtirib olar ekan. Mana shunaqangi xulosalarga kelishligimiz kerak. Chuqurroq o'rganilgan jihatlardan biri bu o'sha
asosiy murakkab ko'zlar chuqur o'rganilgan, lekin bu oddiy ko'zlar unchalik yaxshi o'rganilmagan. Endi bulardan tashqari asalarilarni tanasida mana bu mo'ylovlari mana bu mo'ylovlari nihoyatda katta rol o'ynaydi. Mana shu mo'ylov qismida hozir mana bu rasmda ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu mo'ylov qismida mana oxirgi 8 ta oxirgi nuqtalari bor. Mana shu ajratilgan sezgi organlari mana shu mo'ylovlarni juda o'sha orqali sezgi organi nihoyatda yaxshi rivojlangan asalarilarda. Bularda o'sha mo'ylovda o'sha ichki qismlarida xitin, ya'ni xitindan tashkil topgan o'sha hujayralar trixogen hosil qiladida, o'sha atrofidagi hujayralarni atrofida gipodermalarda sezgi organlari o'sha guldan gulga qo'nganda ularda hidini tezda anglab topishlikligi, guldan gulga qo'nganda nektarda nimasini ta'mini olishlikligi, tezda hidini bilishlikligi, nihoyatda hid bilish organlari yaxshi rivojlangan. Shu mana hidni ajratishga keladigan bo'lsak, bularda asalarichalik hech qaysi mavjudotda hid bilish organi nihoyatda rivojlangan. Boshqa hayvon, hasharotlarda bu darajada rivojlanmagan, lekin asalarilarda hid bilish organi shu darajada rivojlanganki, bir nechta uyalarni ichidan o'zini uyasini hidini topishlikligi va o'sha uyani ichidagi bir nechta flora o'simliklarni manbai bo'lgan taqdirda ham o'zini ona arisini hidini, o'sha feromonini bevosita ajratib olishlikligi, shuncha hidni ichidan o'simliklarning florasi hid kelib turgan taqdirda ham tabiatda o'zini onasini feromonini hidini eslab qolishlikligi va shuni hidini ajratib olishlikligi kuzatilgan va isbotlangan. Mana shu hid bilish organi bu asalarilarda nihoyatda katta rivojlangan, nihoyatda chuqur bir ahamiyat kasb etadi. Agar bu o'sha hidni uyadan chiqmasdan turib bir nechta kilometr nariqdagi nektarni hidini uyadan chiqmasdan turib sezib turganligi, o'sha joyda nektarni hidi kelib turganligini ajratib, qaysi o'simlikni nektarligini ham bilib olishlikligi isbotlangan. Mana shunaqangi hid bilish organi bu o'sha mo'ylovlarini oxirgi 8 ta mana oxirgi 8 ta bo'g'inida joylashgan. O'sha mo'ylovda oxirgi 8 ta mana 1 2 mana 1 2 3 4 5 6 7 8 mana shu oxirgi bo'g'inida shu hid bilish organi nihoyatda yaxshi rivojlangan. Bu o'sha plakoid organi deb ataladi. O'sha hid bilish organi nihoyatda murakkabligi uchun alohida o'rganilgan. Endi bundan tashqari asalarilarda bevosita tovush chiqaradi o'zlaridan. Tovush chiqarish funksiyalari ham bor asalarilarda, o'sha sezgi organlarida bularda. Ular o'sha 75 Hz dan 600 Hz gacha bo'lgan past diapazondagi tovushlar chiqaradi o'zidan. Shitir har xil bir shuvillash, bir-biriga bo'lgan harakat, bir-biriga bir tushuntirish bo'lgan masofadagi gaplashishlar, mana shu chastotali bir tovushlar chiqarib bir-biri bilan shunaqangi tarzda harakat qilib oladi. Endi bu o'sha hasharotlarda tashqi xavfga bo'lgan o'z-o'zidagi instinkti, o'z-o'ziga bo'lgan tashqi xavfga bo'lgan javob reflekslari mana shu tovush tarzida o'zini akustik bir nimalarni ko'rsatib o'tib ketadi. Bundan yana bir hasharotlarga o'sha tashqi xavf tug'dirilgan taqdirda ko'proq ko'p kanalli sistemalardan foydalanganligini aniqlangan. Bulardan biri kimyoviy, ana hozirgi aytib o'tib ketgan tovush tarzidagi akustik yoki yorug'lik yoki aloqa bilan foydalanish. Mana shunaqangi bir-biriga yetkazish darajasidagi informatsiyalarni bir-biriga yetkazish darajasi shunaqangi funksiyalarda isbotlangan. Ya'ni misol mana bir asalarining uyasiga bir qaltis harakat qilib zarar yetkazadigan bo'lsak, tezda kelib chaqadida, chaqqan paytda
shu chaqqan zaharidan o'z-o'zidan hid ajrab chiqadi. Bu hidni o'sha uyani ichidagi boshqa asalarilar hammasi tezda sezib anglab oladi. Ha, demak, uyaga qandaydir xavf-xatar bo'ldi. Shundan boshqa bitta asalari o'zini o'sha og'aynisi o'sha xavfni bartaraf etish uchun harakat qildi, o'shani chaqdi. Shundan ajrab chiqqan kimyoviy, mana hozir aytib o'tib ketgan kimyoviy reaksiya ta'siri ostida boshqa asalarilarga xavf borligini sezdirib o'tib ketyapti. O'sha o'zidan chiqargan zahar orqali boshqa asalarilarga uyada xavf borligini tez orada tushuntirib o'tib ketyapti. Bundan tashqari uyani masalan mana turtgan taqdirimizda birdaniga degan akustik ovoz berishligi. Mana shu ham bir uyaga bo'lgan tajovuzdan ogohlantirish, bir-biriga bo'lgan ogohlantirish signali mana shu akustik yordamida mana shunaqangi diapazonda tovush chiqarganligi, ular ham o'sha asalarilarni sezgi organlaridan biri hisoblanar ekan. Endi oilada bezovtalik o'ziga xos shu tovushlar chiqarish orqali va kimyoviy mana shu hid chiqarish orqali mana shunaqangi bir shunaqangi narsalar bo'lgan taqdirda bir-biriga nihoyatda shunaqangi harakatlar bilan bir-birini ogohlantirish funksiyalari borligini mana aytib o'tib ketdik. Bu usullarni ko'proq Yeskop degan o'sha olim o'rgangan, o'sha Yeskop metodi deyiladi. Yeskop metodi bo'yicha asalari juda ko'p akustik harakatlar o'rganilgan. Akustik metod bo'yicha yana chiqaradigan signal tovushlarni shunaqangi bir tarzda Yeskop aniqlaganki, bular signal strukturasi ma'lum bir irq o'sha asalarilar irqni o'ziga xos bo'lgan bir tovushi o'sha asalarilarda o'zgarmas ekan. Shuni o'zgarmaydiganligini shu Yeskop degan olim 1968-73-yillar mobaynida aniqlab o'tib ketgan. Bunda qanday bo'lgan? Misol mana bir irqda tarbiyalagan boshqa oila tarbiyalayotgan taqdirda ham bir irqni, misol o'zini irq emas, lekin boshqa bir mahalliy zotni, boshqa bir irq tarbiyalayapti deylik. O'sha zot tarbiyalagan taqdirda ham o'sha oiladagi o'sha signal strukturasi o'zgarmasdan qolgan. O'sha birovlarga beradigan xavf-xatarga bo'lgan tajovuzkorligi saqlanib qolgan, o'zgarmagan, bir xilda turavergan. Boshqa avlod tarbiya qilgan taqdirda ham xuddi o'sha signal saqlanib qolgan. Demak, bu o'sha signalni dan bilishligimiz mumkinki, demak, bu o'sha signal falon irqqa mansub edi. Demak, bu o'sha irqni bolasi ekan, o'shandan tarqagan avlod ekan deb aniqlab, shundan bilib olishligimiz mumkin bo'lgan. Mana shu faktorni siz bilan bizga Yeskop degan olim aniqlab bergan ekan. Endi bularning asalarilarda uchish aktivligini, endi mana shu asalarilarda uchish aktivligini pasaytirish mumkin bo'lar ekan. Buni ham o'sha Yeskop degan olim siz bilan bizga aniqlab bergan. U o'sha aktivligini pasaytirishligini uchun nima qilish mumkin ekan? Misol mana bir paxta dalasida zahar sepyapti deylik. Asalarilarni chiqarmaslikka harakat qilishimiz mumkin. Bunda qanday qilinadi? Bunda misol mana 500 Hz dan 2500 Hz gacha bo'lgan chastotali tebranishli shu qo'llanilgan paytda, substrat tebranish qo'llanilgan paytda asalarilarda o'z-o'zidan uchishga bo'lgan tormozlanish yuzaga keladi. Mana shu holatni siz bilan biz sun'iy tarzda yuzaga keltirishimiz mumkin ekan. Agar o'sha 500 Hz dan 2500 Hz gacha bo'lgan chastotali tebranishni hosil qilib shu uyani tepasiga olib kelib beradigan bo'lsak, asalarilar uyadan uchib chiqmaydi, bevosita o'sha zaharli zonadan qutulib qolgan bo'lamiz. Mana shu tajribani o'tkazgan shu Yeskop degan olim mana shuni o'rganib chiqqan, mana shu shunday funksiyalarni bevosita amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Mana shuni asalarilarda xatti-harakati va hasharotlarda mana siz bilan biz o'rganayotgan mana shu darslarda barcha bo'lgan narsalarni sizlarga aytib o'tib ketdim. Mana shu yuqorida aytilgan narsalarga bevosita e'tibor berib,
shu narsalarga yaxshi o'rganadigan bo'lsak, bevosita asalarilarimizni o'sha shartli bo'lgan, shartsiz bo'lgan reflekslarini, instinkti qanaqa, reflekslardan qanaqa, mana shularni mana yaxshi biladigan bo'lsak, bevosita asalarilarni siz bilan biz yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lar ekanmiz. Bugungi darsimiz qisqacha mana shundan iborat edi. Hammalaringga kattadan katta rahmat aytaman. Kanalimizni rivojlanishi uchun podpiska bo'lmagan insonlar iltimos podpiska bo'lib, layk bosib, qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman. Hammalaringga rahmat.